Bunaqangi skuterni, bunaqangi narxda boshqa joydan aniq topa olmaysiz. Narxi videoning oxirisida. Ushbu skuterimiz Tank 2 Pro versiyasi bo'lib, 2026-yilga maxsus olovsimon dizaynda ishlangan. Hamda qizil fara va redline diskalar o'zgacha vid berib turibdi. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, 150 kubali sifatli motor o'rnatilgan. Ushbu motor bilan 100 tezlikgacha bemalol chiqa olasiz. Va shunga yarasha xavfsiz to'xtashingiz uchun oldi-orqa jidkisli tormozlar bilan jihozlangan. Qo'shimchasiga orqa kes hamda zavodskiy qoraytirilgan laboy oynalar va LED chiroqlar o'rnatilgan. Yana bir katta o'zgartirish kiritilgan. Birinchidan, oporniy diska balonning ichida joylashgan hamda o'ta tejamkor motor o'rnatilgan. Bu bilan 100 km ga atiga 3,5 litr benzin sarflaydi. Balon razmerlariga kelsak, oldi 12, orqa balon 13 qilib ishlangan. Ushbu modelimizni $850 dan pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol xarid qilishingiz mumkin.